Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar, charchamayapsizlarmi? Xudo xolisa biz ham mana ishlarimizni sekin bitirib, bir tarafini bitirib oldik. Oddiy qilib figura qilib berdik. Galagenlarni ham razmeriga qo'yib, chiroyli qilib simlarni chiqarib qo'ydik. Galagenlarni qo'yib beraylik desak, Malyar akalarimiz bizga xalaqit beradi deyapti. Shunga galagenni qo'yib bermadik. Elektr akalarimizga oson bo'lsin degandik, malyarlarga xalaqit berar ekan. Choklarni ochib, chiroyli qilib qotirib berdik. Xudo xolasa endi bu tarafi qoldi. Bu tarafini ham bitirib olsak, tepadan qutulamiz. Kimga gipsakarton xizmatlari kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib, sifatli qilib qotirib beramiz.